Millatlar aro totuvlik va xalqlar o'rtasidagi o'zaro hamjihatlik har bir davlatning muvaffaqiyatini, rivojlanishini ta'minlovchi asosiy ustunlardan biri. Shu ma'noda mamlakatimizda olib borilayotgan millatlar aro totuvlik, diniy bag'rikenglik siyosati tinchligimiz kafolati, taraqqiyotga erishishning muhim omili sifatida xizmat qilmoqda. Davlatimiz rahbari boshchiligida amalga oshirilayotgan mana shunday oqilona siyosat O'zbekistonning jahon hamjamiyatidagi nufuzini oshirib, xalqimizning bag'ri kengligini amalda namoyon etmoqda. Ana shu go'zal va barqaror muhitni bugun biz so'z yuritmoqchi bo'lganimiz Mirzacho'l tumanida yashovchi millat va elatlar o'rtasida ham kuzatishingiz mumkin. Hududda o'zbeklar bilan birga tojiklar, qozoqlar, qirg'izlar, ruslar, tatarlar, turkmanlar, koreyslar, Ozarbayjon va boshqa millat vakillari istiqomat qiladi. Qirg'iz millatiga mansub 75 yoshni qarshi olgan Abdullatif To'ratov ham betakror ona diyorimizda tug'ilib, shu zaminda unib o'sdi. Umr bo'yi uning xizmatida bo'ldi. Abdullatif bobo Mirzacho'lning Erjar mahallasida yashaydi. Menin milletim Qirg'iz. Şu yurtta tug'ilib o'sdik. Totuvlik undan beri oshdi. Chegaralar oshdi. Mana o'zimning mahallada ko'p yildan beri istiqomat qilaman. Qirg'iz, tojik, o'zbek bir-biriga inoq, tinchlik, xotirjamlik bergan. Shuning uchun hayotimiz, mamnunmiz. Yashash juda ham yaxshi bo'libdi-da. Bundan ham yaxshi bo'lishini, bundan ham farovon yashashimizga bolalarga yaxshi o'g'it beramiz. Davlatimizga shu chin ixlos bilan o'qinglar, tarbiya topinglar, jamiyatimiz tinch bo'lsin deb qayerga bo'lsa shu gaplarni aytamiz. O'zbekistonimizda 130 dan ziyod millat yashayapti-da. Shu vaqtgacha bir millat arab bir nima bo'lgan yo'q, qarang. Farovonligi, tinch, osoyishta. O'z mahallamizda ham juda ko'p millat yashaydi. Tojiki ham bor, o'zbeki ham, qirg'izi, qozog'i bor, nemisi ham, o'rusi ham bor-da. Bir-biriga qo'shni qo'lang, davlatimizda hammasi rozi. Apargan siyosatiga. Birinchi bu prezidentimizning tashabbusi qayerda deydi? Tinchlik kaliti bor yerda deydi. O'sha yerda farovonlik, tinch, xotirjamlik bo'ladi deydi. Bu qara, O'zbekistonimizda boshqa dunyoga qaraganda hamma tomon tinch, osoyishtalik hukm surayapti-da. Millatlar hammasi to'yga qatnashadi. O'sha milliy kiyimini kiyib boradi. O'zining gapida gapiradi. Masalan, men qirg'iz bo'lsam, so'zga chiqsa qirg'izcha ham aytaman, kiyimni ham kiyib boramiz. Birov shugacha sen qirg'iz deb aytgani ham yo'q masalan-da. Shuning uchun bu xalq aro totuvligi ham yaxshi. Xalqimiz bir-biriga jipus bo'lsa, hayotimiz ham yaxshi bo'ladi-da. Eng yaxshi xalq bir-biriga tushungan xalqda. Mahalladagi millat va elatlarning ahil inoqligi, bir-biriga bo'lgan o'zaro hurmati shunchalik cheksizki, vaqt topdi deguncha ular bir-biri bilan diydor ko'rishishga oshiqishadi. Abdullatif bobo ham og'a-inidek qadrdon bo'lib qolgan qozoq birodari Himmat Yusupovdan xabar olgani keldi. Xonadon sohiblari mehmonni ochiq chehra bilan kutib olishdi. El-yurt tinch bu. Tinch. Qo'nishlarimiz. O'zlaringiz qalay? Amon esan, tinch. Bola chaqa. Mahallangiz qanday? Mahalla tinchlik bu. Yo'q, Allohga O'zbek, shukr. qozoq, tojik bilan birga qo'shnimiz, ha? Yo'q, ko'p tinchlik qanday bir-birine? Munosabatlari qanday? juda yaxshi, Allohga shukr. Intifoq bo'lib yashayapmiz. Bir menga bo'lsa chaqiradi, angama qilamiz. Prezidentimizga rahmat, shunchalik sharoit yaratib qo'yibdi bizlarga. Allohga shukr deyman. Prezidentimizning olgan siyosati endi qarang. Juda ham yaxshi. Birinchi inson huquqini himoyalash, inson manfaatini ko'zlash. Buni juda ham yaxshi yo'lga qo'ydi, qarang. Mana ben eslasam 63-yili 5-sinfda o'qir edik-da. 10-sentyabrlarda kelganmiz Paxtaga. 5-sinf. Şunun 5-dekabrda ketganmiz. Qarang, bu prezidentimiz tashabbusi bilan yosh bolalar o'qidi. Burun shunday aytdi. Shuning uchun juda ham yaxshi davr bo'layapti-da, qarang. Shuning uchun o'qish kerak, yoshlarga shuni tushuntirib oparish kerak. Uyda o'tirib, jamoatda yurib, shu duoda bo'lsa, jamiyatimizga yaxshi foydasi tegar ekan. Prezidentimiz olib borayotgan siyosat o'ta yaxshi. Meni qizlarim Qozog'istonga tushgan. Biz o'zimiz Chali kampir endi bir kenja menen o'sha Mirzacho'l tumanına kelib, o'sha yerda umr surib Chegaralarimizni oshib qo'ygan, Allohga shukr, meniki yaxshi. Aka sheshasini ko'rayotgan bo'lsa, 1 soatda jetib kelyapti.
hozirgi yashayotgan mahallam Yerjar mahallasi o'ta intiboq oila. Har xil millatlar bor. Bir-birimiz bilan juda yaxshimiz. Mana bu yerda qo'shnim Tajik. Tez-tez kelib turadi men yo'qdab. Men borib turaman qo'noqqa. Intiboqimiz juda. Angamani qilib to'y ma'rakalarda birga o'tirib o'ynab kulib yuramiz. Qirg'iz og'ayinlar keladi biznikina. Men Qirg'iz og'ayinlarnikina boraman. O'ris ham bor, o'rislar ham aralashib ketgan. Ey, umbet qalay deb yaxshi kelaver. Angamani suramiz yaxshi. Chindan ham qadriyat va an'analari o'xshash, maqsadi yagona bo'lgan vatandoshlarimiz shu yurtni o'z vatani sifatida ardoqlab, uning rivojlanishi, taqdiri uchun o'zini daxldor deb biladi. Mamlakatimizda tinchlik, emin-erkin muhitda yashayotgan turli millatga ega fuqarolar shukrona hissi bilan yashamoqda. Men o'zim millatim Qozoq. Ballaralda tug'ilib o'sganman. Payariq rayonida kuyovga chiqdim. O'zi Shalima, Samarqand oblasti Payariq rayoni. Odan Toshkentga borib, Toshkentda 5 yil umr surdik. Ulkan bolam Toshkentda tug'ilgan. Odan taqdir taqozosi bilan cho'lga keldik. Cho'lda obod qilamiz deb. Do'stlik rayonining 11-sovxoziga kelib 75-yil. O'sha yerda 39 yil umr surdik. Qolgan bolalarim bari do'stlikda tug'ilgan. 2010-yil Gagaringa keldik. So'dan beri Gagarinda mana o'sha yerda umr surib, sosedlarimiz bari yaxshi. Har turli millat, tatar da bor, tajik da bor, o'ris da bor, koreys da bor. Barlig'i bilan tatuvimiz yaxshi. Mahallamiz yaxshi, to'y marakamiz bir. Barlig'i meni shalimda ota deb kelib maslahat so'raydi. Ata ne qilaylik? Siz bizga bos bo'lingiz, juringiz deb. Ko'rinmay qolsa so'rab kelib turadi, ata qanday deb. Tug'ilgan kunlar barlig'i Navruz bo'lama, 8-mart bo'lama, barimiz o'rtalikda jiyinalib o'tiramiz. Barlig'i yaxshi, Xudoga ming marta shukr. Siz bizimiz hali jo'g'algan yo'q. 11-sovxozda sosedlarim hali izlaydi meni. Bolalarimiz bari birga o'sgan. Bolalarimiz birov-birovni urishmagan qo'y. Qizlarimiz qo'y bir klassda o'sganday yaxshi o'sgan. Men shalim aytaman, o'shincha to'y bo'lib o'tirdim-da Gagarinda sosedlar. Bunday sosedlar o'ynab o'rtani qizdirmagan. Mening yubileyimda endi o'ynagan sosedlar ayol, erkak. O'zim tan qoldim-ku. Shu sosedlarimga rahmat dedim. Sosedlarimiz sonday yaxshi. Salom alaykum. Siz bizimiz jo'g'algan yo'q hali. To'y maraka, beshik to'y bo'lama, ulkan to'y bo'lama, barligini chaqiradi ular, biz boramiz. Hech bir-birimizni unutgan yo'qmiz. Men O'zbekistonda tug'ilib o'sdim. Maktabda o'sha yoqda oyoqlaganman. 9-klass oyoqlagan so'ng Samarqand qalasida Siyabskiy medkollejda o'qidim. Medsestralikni bitirganman. Odan keyin 2012-yili Qozog'iston Respublikasi Jetsay qalasida turmushga chiqqanman. 12 yil bo'ldi, bu yil 13 yil bo'ladi. Allohga shukr, bari yaxshi. O'zim ota-onam ko'ruga, Gagaringa, O'zbekistonga qalagan vaqtimda kelib ketaverim, sog'ingan kezimda, to'y to'maloq bo'lsin, tug'an kun bo'lsin, ne jiyinlar bo'lsa kelaverim. Yo'limiz ochiq, elimiz tinch, ikki elning tatuvligi yo'qolmasin. Bari жағдай жасалған. Жолда ешқандай қиыншылықтар болмайды. Балаларды да алып өте береміз. Уақытта да шегерленбеген. Қалаған уақытымызша жүре береміз. 3 күн, 5 күн деп баяғыда шектелген болатын еді уақыт. Қазір ондай емес. Қалағанша жүре береміз. Міне келген уже 10 күн болды. Әлі осында балдармен қыдырып жүрміз жазға каникулда. Өзбекстанда, Қазақстанда көп ұлтты мемлекет қой. Барлығы да бір-бірімен тату-тәтті, ешқандай бөлмейді. Сен өзбексің, сен қазақсың деп. Достықтарымыз өте жақсы. Өзбекстанда да солай, Қазақстанда да бар, өзбектер бар, қазақта тәжіктер де бар. Достығымыз жақсы, ешқандай ұлт ажырату болмайды. Бәрі жақсы. Бәрі жақсы. Екі елдің де елбасына рахметімді айтамын. Екі елдің татулығы, достығы жоғалмасын. Бұдан да көркейе берсін. Mirzacho'lda boshqa millat vakillari qatori Ozarbayjonlar ham o'z tili va an'analariga amal qilgan holda hayot kechirmoqda. Bugungi kunda tumanda ana shu millatga mansub bo'lgan 10 ta oila mavjud. Mirzadala shahar fuqarolar yig'inida yashovchi Nizomiy Pashayev xonadoni shulardan biri.
Yaşayırıq Özbekistanda. Tabii da tinchligimizdən zaten sonra nə dərsə söhbətliyim. Bu uşaqlar dinclikdirmi, yaşayışımız nətərdir burada. Uşaqlar boş vaxtda nə iş görür, nə qarırlar, gör söhbətləməni gör mən bilim nə deyirlər, nə sən özün məsləhət versən. Uşaqlar nə qarırlar? Şkoldan sonra Yavaş-yavaş repetitora gidirlər, oxuyurlar. Özbəkistan yaşayırıq. Dincliyimiz nətərdir burada. Hamısı yaxşıdırmı? Bu qardaşımız var. Sənin qardaşın arvadı var. Uşaqlar var burada. Bunlar nətər? Onlar salamat eləsin. Tabii neçə ildir burada Özbəkistanda yaşayırıq. Bizim millətimiz Azərbaycan. Atamız Azərbaycana doğulub katta bo'lgan. 1995 yil shu O'zbekistonga ko'chib kelganmiz. Azərbaycanlar bilan birga. Keyin bu yerda 130 ta millatning ichida bizning Azərbaycanlar da bor. Boshqa millatlar bilan birgalikda to'ylarga borib, ma'rakalarga borib kelyapmiz. Fermerimiz Mirzacho'l rayonida. Mirzadala Shifida turamiz. Juda xursandmiz. Xudoga shukr, mana oilalarimiz hammasi tinch, yaxshi. Mehnat orqali shu salom alaykum yaxshi buni berganimizni yaxshi uchun bir-birimizga. Xudoga shukr, yomon emas. O'zbekistonda o'zimizning vatan deb bilamiz. Rahmat prezidentga bizning. O'zgarishlar yaxshi, Xudoga shukr. Yangi yo'llar bo'layapti ko'chalarimizda, Xudoga shukr. Maktablar yangi remontli bo'lgan, ochilyapti. Juda men xursandman shularga. Aslında tekstil fabrikalar açıldı bizim Gagarinda, Mirzacho'llarga. Hurmatli prezidentimiz yaqinda Ozarbayjonga borib keldi. Yaxshi bir-biriga musohabat berdi, mehribonlik bo'ldi. O'zbekiston Ozarbayjon do'stligi yaxshi bo'lyapti-da, Xudoga shukr. Ilohm yaxshida bo'lsin. 2011-yilda kelin bo'lib tushganman. 3 ta farzandim bor. Maktabga chiqyapti. Cho'xam konu qo'shnilar bilan yaxshi munosabatimiz bor. Bordik, keldik qilyapmiz. Qo'shnilarimiz hammasi yaxshi. To'ylar bo'lganda to'ylarga chiqamiz. Ular keladi bizlarga. Biz chiqamiz. Oilamizda Ozarbayjon tilida gaplashamiz bolalar bilan. O'zbekcha ham gaplasha oladi. Ozarbayjoncha ham o'z tilimizni saqlab qolish uchun o'z tilimizda ham gaplashamiz. O'zbek tilida ham. O'zbek til bilan Ozarbayjon tilida o'xshash bor, ko'p o'xshash. Urf-odatlarida ham biroz bor. Bizda osh bor. Milliy Ozarbayjon oshimiz bor. Dolmamiz bor. O'zbeklarda ham osh bor, o'zbek osh. Bizda biroz boshqa, ularda biroz boshqa osh. Ozarbayjon oshi sabz kirmaydi oshga. O'zbeklarda bor sabzi. Oilamizda ko'proq milliy taom tayyorlaymiz. O'zbek taomlar ham tayyorlaymiz. Yurtimizda millat va elatlarning tili, madaniyati, urf-odat va an'analariga ham hurmat bilan munosabatda bo'linib, buning uchun teng huquq va sharoitlar yaratilgan. Bu esa yurtimizdagi millatlararo do'stlik va hamjihatlik muhitining barqarorligini ta'minlaydigan muhim omildir. 18 dan yuqori millat vakillari mana shu Mirzacho'lda istiqomat qiladi. 18 millatning hammasi bir og'a iniday bo'lib istiqomat qilishadi. Bizda mana bu yerda Bog'bon mahalla fuqarolari yig'inida 11 ta millat vakillari istiqomat qiladi. Bizni to'yimiz ham, ma'rakamiz ham hammasi bir. Nimagaki biz bir-birimiz bilan bordi keldi, xudo anda bo'lib ketganmiz. Tojiklar bilan ayniqsa o'zbeklar xudo anda bo'lib jipslashib ketgan. Mana oddiygina misol qilib oladigan bo'lsak, shaxsan o'zimizni bizni oilamiz 3 ta millat vakillaridan iborat. O'zimiz tojik millatiga mansub xalqmiz. O'zbeklardan kelin qilganmiz, qozoqlardan ham kelin tushirganmiz. Bunaqa oilalar Bog'bonda ko'p. 4 ta, 5 ta kelini 4 ta millat vakili. Masalan, ruslari ham bor, qozoqlari ham bor, o'zbeklari ham bor, tojik millatiga mansub xalqlarimiz. O'zim tojikman. Turmush o'rtog'im ham tojik, bolalarim xudoga shukr hammasi hozir tojikchani yaxshi biladi. Qolaversa ovsinim o'zbek, yana bir ovsinim qozoq. Biz o'zi 7 ta aka-uka, 7 ta kelinmiz, bir oilada katta oilamiz. Hammamiz millatimiz har xil bo'lgan bilan urf-odatimiz bir xil. Mehmonlarimiz kelsa, kelinlarimizni aka-ukalari kelsa ham hammamiz xuddiki o'zimizni oilamizday kutib olamiz. Mahallamizda ham xuddi shunaqa ko'p millatli bo'lgan bilan doim birgamiz. Qanaqa ma'raka qilsa, to'y qilsak ham hech kim chetda ajralib qolmaydi. Hammamiz birmiz, bir oila vakillaridek xizmat qilamiz bir-birimizga.
urf odatlarimiz ham bir bo'lib ketdi. Ruslarimiz ham hozir kashtachilik ham qiladi. Biz ruslarni urf odatlariga o'rganganmiz. Masalan, ma'raka qilsa chaqiradi, boramiz, ularni urf odatlarini biz ham bilamiz. Ular bizni urf odatimizni ular ham biladi. Muhtaram yurtboshimiz hozirgi kunda mana shu xalqlar do'stligini mustahkamlash borasida juda katta qayg'urmoqdalar. Mana milliy urf odatlarimizni saqlanishi, uni ro'yobga chiqarishi borasida hammamiz hozir ish olib boryapmiz. Har bir millatning o'zini urf odati bor. Biz tojik millatida ham o'ziga yarasha urf odatlari bor. Biz mana shu tojik qizlarimizni, tojik millatiga mansub aholimiz bilan kelishgan holda o'zimizni tojik millatimizga mansub urf odatlarimizni qizlarga hozirgi kunda o'rgatib boryapmiz. Nimagaki, bizni qadriyatlarimiz qolib ketmasligi kerak. Bugun qadriyatlarimizni biz ko'tarmasak, ertaga kim ko'taradi? Biz mana shu qadriyatlarimizni, qolib ketgan qadriyatlarimizni ko'proq yoshlarga o'rgatishimiz kerak. Shuning uchun biz mana uylarda o'zimiz mana shu eski qariyalarimizga chaqirib, bir oyda bo'lmasa ham ana shu tez-tez kelishib, qolib ketgan urf odatlarimiz bo'yicha qizlarni chaqirib, yoshlarni chaqirib, o'zaro men bilmagan narsani bu kishi biladi, bu kishi bilmagan narsani boshqa bitta vakilimiz biladi. O'rtada ana shu qadriyatlarimizni yuzaga chiqarish uchun harakat qilyapmiz. Milliy qadriyat va an'analar har bir millatning o'zligini namoyon etadi. Tojik millatining ham o'ziga yarasha qadimiy hunarmandchilik an'analari borki, turkiy xalqlarga xos bo'lgan kashtachilik, quroqchilik hunari yillar davomida avloddan avlodga o'tib kelmoqda. Bog'bon mahallasida yashovchi ko'pni ko'rgan kayvonilar bugun Barfo opa xonadonida jam bo'lishib, momolardan meros bo'lgan kashta va quroq tikish bilan shug'ullanishmoqda. Qadimdan kelgan udumlar bular. Ham quroqlarimiz, kashtalarimiz, momolarimizdan qolgan, onalarimizdan qolgan. Mana shularni hozir bizlar davomchisi bo'lib, nabiralarimizga, qizlarimizga o'rgatib, mana qizni to'qizlariga, kelinlarga shularni tikib, paxta solib sanduqqa qo'yamiz. Yaxshi niyat qilib shu bolalarimizga atab tikyapmiz. O'zimiz o'rgatamiz, o'zimiz tikib kelganmiz. Endi qizlar bor, kelinlar bor, hammasi tikadi. Bizlar qiz bola paytimizda tikardik, jiyak tikardik, quroq, mana kashtalarni tur-turini tikardik. Qolib ketmasin deb nabirlarga o'rgatganmiz. Biz tojiklarni mana shu tikayotgan kashta-yu quroqlarimizni farqi mana turna qator deymiz. Bir har xil gullar bilan tikamiz. Shularni bir nimalari o'zimiz uchun bir boshqacha o'zimizni udumlarimiz deb bilamizda, endi mana tikkanlarimizni. Endi shunga qarab qizlar ham tikadi. Bu kashtali quroq. Endi biz o'zimizcha o'ylaymiz, mana bu turna qatorlar bolalarimiz ichida qo'rg'on qilib olgan ota-onamiz deb shu ma'noni bildirardi. Qadimda momolarimiz shunday deydi, biz sizlarni qo'rg'on qilib o'tiribmiz deydi. Bular ham milliy qadriyatlarga kiradi. Kashtalarimiz mana tur-turi bu dugonlar bilan o'tirib, yig'ilib, hangoma qilib tikaveramiz. Oyda bir marta, ikki marta yig'ilib tikamiz. Shunday hangom birovnikimizni birov bitiramiz, keyin yig'ilib birovimiznikini bitiramiz. Qizlarga, kelinlarga bu muborak to'ylarga ketadi. Buni agar tikib bersangiz bor-ku, shunday zavq qilib, endi yana tikishingiz keladi. Har xil ana turli nashqlarni chiqaringiz keladi-da. Bizlar boshqa kashtalarimiz ana hali olib kelganimiz yo'q, tikkanlarimiz. Qushlar bor. Mana tovuqlarni, xo'rozlarni tikkanmiz. Qo'l bilan tikkanmiz ana shularning hammasini. Pardalar tikkanmiz. Xulosa o'rnida mamlakatimizda bugungi millatlar o'rtasidagi do'stona munosabatlar, hamjihatlik rishtalarining ildizi katta tarixiy merosga ega bo'libgina qolmay, balki kelajakka qo'yilgan mustahkam poydevordir. Bunga vatanimizning bir bo'lagi sanalgan Mirzacho'l tumanidan tayyorlangan ushbu ko'rsatuvimizda ham guvoh bo'ldik.